Assalomu alaykum, bizning kuzatuvchilar. Mana bugun sizlar bilan Islom sivilizatsiyasi markazidamiz. Islom sivilizatsiyasi haqida siz bilmagan faktlarni sizlar bilan ulashda davom etamiz. Islom sivilizatsiyasi 2026-yilda ochilgan bo'lib, maydoni qariyb 10 gektarni tashkil etadi va Ginnes rekordlar kitobida kiritilgan O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi ilk muzeyni tashkil etadi. Undan faqat muzey, balki islom dunyosi va yangi O'zbekiston o'rtasidagi ko'prik desak ham bo'ladi. Uning 34 metrli peshtoqlari hamda 65 metrli gumbazlari mavjud, ko'rib turganingizdek. Va bu yerda birgalikda ham islom sivilizatsiyasi ham muzeyni tashkil etadi. Shu bilan birgalikda islom dunyosi va butun dunyo bo'yicha ham kutubxona, ham muzey, ham tadqiqot obyektlarini tashkil etadi. Sizlar bilan o'zimizning gaplar kanali bo'ldi va biz islom sivilizatsiyasini sizlarga yoritishda davom etamiz.